E'tibordan chetda qolgan tarix sahifalarini ochar ekansiz, bizning tariximizni bizdan ko'ra dinimiz dushmanlari yaxshi bilishini anglab yetasiz. Zamonamiz yoshlaridan dengiz qaroqchilari to'g'risida biror narsa bilasanmi deb so'rasangiz, u bir ko'zi bog'langan, bir oyog'i yasama, bir qo'li chopilgan, badbashara bir odamni sizga tasvirlab beradi. Bundan tashqari ko'plab ertak kitoblar va dengiz qaroqchilari degan to'qima hikoyalar va Gollivud filmlari mavjud. Ular bilan tanishib chiqsangiz, ssenariy qahramonlar orasida oltinga o'ch, mansab va dunyo vasvasasida qolgan sarg'ish soqolli kapitan Barbossa yoki Barbarossa obrazini uchratasiz. Bu qahramonlar aslida musulmon shaxslardan bo'lgan aka-uka Barbarossalardir. Dinimiz dushmanlari biz taqlid qilishimiz mumkin bo'lgan buyuk shaxslarni bizdan shu tarzda yashirishga urinadilar. Ularning ismlarini mutlaq yo'q qilib tashlashga harakat qiladilar. O'rta Yer dengizida qudratli flotga ega bo'lgan aka-ukalar buyuk musulmon dengizchilaridir. Aka-ukalar avvaliga Shimoliy Afrikada o'z mustamlakasini amalga oshirib turgan ispan, fransuz flotlari bilan jang olib borib, Shimoliy Afrika ummonlarini o'z nazoratlariga oladi. Akasining ismi Xizr, ukasining ismi Uruj bo'lgan bu dengizchilar Yevropada dahshatli qotillar deya nom oladilar. Bunga sabab Yevropa flotlarini musulmon dengizlaridan tak-tugi bilan surib chiqqanlaridir. Barbarossalar kemalarda aql bovar qilmas darajada harakatlanib, dengizlarda o'z mavqilariga ega edilar. Aka-uka Barbarossalar Andalusiyada inkvizitsiyada qolgan yuzlab musulmonlarni ozod qilgan yagona dengizchilardir. Osmoniylar sultoni Salimxon ham aka-ukalarning ishlaridan xursand bo'lib, ularga bir necha bor amaliy madad beradi. Kunlarning birida Shimoliy Afrika podsholaridan biri Uruj Barbossa to'xtab turgan bandargohni qamal qilishda Yevropaga yordam berib xoinlik qiladi. Ispan floti Uruj va askarlari bo'lib turgan bandargohni qamal qilib, unga taslim bo'lishni aytadi. Ammo Uruj Barbossa qo'lidagi Jazoir va turk askarlaridan iborat bo'lgan oz sonli qo'shini bilan Yevropa flotiga taslim bo'lishni istamaydi, balki ular bilan jang qilib, Allohning huzuriga qochqinlar qatorida emas, ildam yurib shahidlar qatorida borishni iroda qiladi. Mana shundan so'ng Ispan floti bor kuchi bilan Uruj Barbossaga hujum qildi. Uzoq davom etgan urushda Ispan dengizchilari Urujni qo'lga oldilar. U kishini vahshiylarcha qatl qilib, o'tirgan flotni yakson qilib tashladilar.